Soliham, oliy ma'lumotli bo'lishing shart emas, lekin iymoning oliy bo'lishini xohlayman. Balki bunga loyiq emasdirman, lekin munosib bo'lishga harakat qilyapman. Soliham, senga dunyo matohlari qiziq bo'lmasin. Odamlar fikri seni qiziqtirmasin. Sening darding to'y-hasham, orzu-havas bo'lmasin. Aksincha, xayoling oilamizdagi islomiy muhit haqida ko'proq o'ylasin. Alloh roziligi uchun, jannatdagi darajamiz uchun, ota-onalarimizga toj kiydirish uchun qanday qilib Qur'onni to'liq yodlashimiz haqida o'yla. Farzandlarimizga qanday o'rnak bo'la olishimiz haqida qayg'ur. Ilmga rag'bating bo'lsin. Sen kitob o'qishni sevginki, men senga kutubxona qurib beray. Uyimiz sakinat saroyi bo'lsin. Men uyga kelganimda sakinatni his qilay. Bir-birimizni Alloh uchun sevaylik. Birga Robbimizga hamdlar aytaylik. Go'zal muhabbatimiz bo'lsin. Birga qaraylik. Soliham, bir kun bu dunyoni tark etamiz. Maqsadimiz jannat bo'lsin. Dunyo matohlari emas.